Mushuk nemishqa mushuk deb ataladi. Buningda biror sabab bormi? Yoki u mushukning bir tuqqan akisimi? Bu hammamizni bir qadar o'ylantiradigan tema. Chunki yo'g'on bir iyiqni mushuk bilan qo'shib chaqirish haqiqatan odamni hayron qoldiradi. Qinamsa u zodi nemishqa shundoq ataladi? Men sizlarga javobini aytib beray. Yurak berib meni qatib olib davomini anglang. Mushuk hayvonlarning turga ayirish ilmida iyiq oilasi mushuk urug'tishiga tava. Uning morfologik aloyidligi iyiqninkiga o'xshib ketgan bo'lg'achqa iyiq degan nom uningga noit mos kelgan. O'tirliqqa qistirib men sizlarga mushuk to'g'risidagi bir qiziqarli hikoyani so'zlab beray. Eng dastlabda mushuk davlat tilimizda maushung deb atalgan. Ayni chaqda bu ism fransuz tilidan kelgan bo'lib, shu tilda oq-qora aralashgan iyiq degan ma'noni bildirgan. 1869-yili fransiyalik Armand David Sichanda cho'ng mushukni bayqagan hamda uningga dal mushu oq-qora iyiq degan nomni bergan. Undaqda u qandaqsiga maushungdan sho'ngmauga aylanib qoldi. Buni uzun bo'lmagan bir hikoyadan boshlashga to'g'ri keladi. 20-asrning 40-yillari Chongqing Baby muzeyida ko'rgazma o'tkazilganda tushuntirish taxtasiga so'ldan o'ngga maushung deb yozilgan. Lekin ayni chog'da kishilar o'qish odati sababli uni o'ngdan so'lga qarab shungma deb bir o'qib qolgan sabab bilanla asli maushung deyilgan bu umaq hayvon tuyuqsizli shungma deb ismini shaloqqida almashtirib olgan. Shuningdan keyin bu shungma degan nom axborot vositalarining xabar qilishi va ommaning tarqatishiga ergishib tadrijiy tarqalib keng ko'lamda qabul qilingan. Undaqda uning mushuk degan nomi qanday kelib qolgan? Eng yangi, eng nodir filmlarni dal vaqtida haqsiz ko'rmoqchi bo'lsangiz, Laglak TV saloniga 6 raqamini yo'llab ko'ring. Amaliyotda uning mushuk bilan qitilib otilishlik sabab uning tashqi obrazi bilan munosabatli. Hammamiz bilamiz mushukning yumaloq badan shakli sabiy qiyofati iyiqniga o'xshab ketadi. Shuning bilan bir vaqtda uning oq-qora aralashgan mo'y rangi va bir qadar muloyim holati odamga biz beqiyotgan mushukdek umaq tuyg'unini tan bera oladi. Shunga kishilar mushuk iyiq degan bu ismni uning iyiqqa mushuk o'xshash bo'lishdek aloyidligi bilan nihoyat yaxshi birlashtirib uni shunday atagan. Demasmi bu nom kishilarning uning obraziga bo'lgan bevosita sezimiga uyg'un keladi. Es tutish va atashma bir qadar oson.